alaykum. Bugun bizda nima yangiliklar davet ko'rsataman. Birinchi navbatda bizda ikkita postavka qilganmiz. Ya'ni bu yerda 18 ta korobka Ozon uchun ketyapti va bu yerda 25 ta korobka Wildberries uchun ketyapti. Davayda kellamas tushuntirib ketaman. Noldan biza nimalar qilib keldik bir boshdan tushuntiraman. Birinchi navbatda biz tovarni analiz qildik. Wildberriesdan ham Ozondan ham analiz qildik va ikkalasidan ham yaxshi chiqqandan keyin Xitoydan postavщик topib, yaxshi narxda topib va bozorda yo'q holatda tovarga deylik kolleksiyasida yoki bo'shliq holatda bozorda yo'q, lekin talab katta bo'lgan holatda biz tovarni Xitoydan chaqirdik. Undan tashqari bu upakovka jarayonida tovarni fotostudiyaga berdik. Unga yaxshi media taraflama juda ham deylik talab qilgani uchun bu tovar biz mediasiga juda ham ko'p pul sarfladik va media taraflama taq bo'lyapti. Tovar prodajaga chiqqunicha biz bunga endi oddiv qo'yamiz, Ozonda ko'proq oddiv qo'yamiz, lekin Wildberriesga 10 ta 20 ta besho'lchar oddiv tovarga prodaja chiqqan vaqt taq turadi. Ya'ni rasm va videolari bilan birgalikda. Вот, и biz hozir Ozonga nagruska qilyapmiz. Tak. Isroil bugun qancha prodaja bo'ldi? Bu bizani yaqinda boshlagan magazinimiz. Bu yerga qancha pul tikkanmiz? Bu magazinimizga 85 ming rubl bilan boshlangan. 85 ming rubl bilan. Hozirda tovarlarimiz sal tugab qoldi, o'shini prodajalarimiz ko'proq. Вот, ikkitagan tovar bor bu yerda. Bor-yo'q ikkita tovar bor. Ikkinchi magazinni ham ko'rsatib o'ring. Erta sal krupniroq magazin. Uni ham yaqinda boshlaganmiz. Ikkinchi do'konimiz esa 115 ming bilan boshladik. Bularda ham hozir tovar kamroq qoldi. O'shini prodamiz yana ko'payib qolgan. Bu yerda Fibisdan ham ishlaysiz siz? Fibis ishlaymiz. Bugungi oborotimiz hozircha 55 ming so'mlik zakasi bor. Hali kechgacha yana tushib qoladi. Da. Bu milk tovarlar, bular asosda boshlaganmiz, ya'ni topgan nishonimiz orqali va bu yerda o'z bizlar boshqa tovarlarni qo'shishni boshlaganmiz. Bu o'sha qo'shilib, ko'tarilib ketyapti. Ataga 5 ta tovar bilan. Ataga 5 ta tovar bilan. Xudo xolasa, mana shunaqa natijani biz boshqa magazinlar uchun, boshqa insonlar uchun ham ko'rsatib bera olamiz. Endi bu narsalarda kimga kerak bo'lsa, plyus qoldiringizlar, biz yoki bog'lanamiz sizlar bilan birgalikda ishni boshlaymiz Ozonda.